Rashni dumalagan Cobalt topib qoldik, akalar ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham qattiq urilgan mashinamiz dumalab dalaga kirib ketgan. Mashinamizning sog' joyi yo'q, ya'ni laboylari sinib ezilib ketgan, tomlari ezilgan, oldi kapot ishi bor, fara singan, oldi krilo, oldi eshik, orqa krilo. Xullas bu bir yoni dabdala bo'lib yotibdi. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Airbag otmagan. Akalar nahadu buni qaranglar. Yurib turibdi, 4-paketli gazlari bor akalar. Bu mashinani mana shu holatda G'allaroldan sotib oldik. Bilasizlar, avariyli mashinalar olamiz. Tak, orqa bagaji butun, ikkita stopi butun, orqa bamperi butun, orqa krilosi ham butuni, mana shu yerga pikni tushadi. Orqa eshigi miyachina bo'ladi. Oldi eshigini boshqa qo'yib yuborish kerak. Bu bakovi ham ezilib yotibdi akalar. Oldi krilosi ham pachog'i chiqib yotibdi. Xullas mashinamiz yili 2024, 68 ming yurgan Cobalt. Bu mashinani mana shu holatda G'allaroldan sotib oldik, ya'ni Jizzax viloyati G'allarol tumanidan. Akalar bu mashinani dumalatib yuboribdilar egasi va bizga murojaat qildilar. Instagram profili orqali telefon qildilar, sotib yuboramiz dedilar, borib ko'rib sotib oldik. Akalar bemalol murojaat qilinglar. Avariyli mashinalar bo'lsa 12 viloyat bo'ylab zo'r narxlarda olamiz. Pastda telefon nomer qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, charchamanglar.